Hoş geldiniz. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fuqarolar. Bugun Bank binosida yig'ilishimizdan asosiy maqsad hozirgi kunda Milliy bank tizimida mavjud bo'lgan kredit mahsulotlari, kredit produktlari, cheklangan kreditlar, yuridik shaxslarga ajratiladigan kreditlar, yoshlarga ajratiladigan kreditlar, bundan tashqari jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlar to'g'risida ma'lumot berish. Agar kimlardir ushbu kreditlardan olish istagi, kreditga ehtiyoji yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagi bo'ladigan bo'lsa, uni savolga bersangiz javob berib maksimal ijobiy hal qilishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda Milliy bank tizimida bir qancha kredit mahsulotlari mavjud bo'lib hisoblanadi. Ulardan eng asosiysi Prezidentimizda 60-61-sonli qarorlariga asosan, ya'ni 30 yoshgacha to'lmagan fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni ish bilan band qilishga asosan. Undan tashqari 61-sonli qaror oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilari ular tadbirkorlikka jalb qilish, bandligini ta'minlash, daromadini oshirish bilan bog'liq bo'ladigan kreditlar mavjud bo'lib hisoblanadi. Ular asosan aylanma mollarlar ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo va boshqa faoliyat turlari uchun yoki tadbirkorlarga, yuridik shaxslarga, yuridik shaxslar tadbirkorlarga ajratiladi. Ular maksimum 2 milliard, 3 milliard tadbirkor biznes rejasiga va talabiga qarab ajratiladi. Markaziy bank qayta ta'minlash stavkasi, markaziy bank stavkasining 101%, ya'ni 15% dan kredit ajratiladi. Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilari va 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlarga. Bundan tashqari Abishning o'zimiz tadbirkorlarga garovsiz kreditlarimiz mavjud. Imkoniyat kredit mahsulotidan 150 million so'mgacha, asosiy vosita uchun 36 oyga, aylanma mablag' uchun 18 oyga. Bundan tashqari hozirgi kunda yuridik shaxslar yoki tadbirkorlar uchun xuddi jismoniy shaxslarga mavjud bo'lgan kreditimiz singari maqsadsiz kredit, ya'ni bank kassasidan to'g'ridan-to'g'ri naqd pul ko'rinishida ichib oladigan ekspress kredit mahsulotimiz mavjud. Bu 5 yil muddatga, ya'ni 60 yil muddatgacha ajratiladi. Foiz 25% dan aylanma mablag' uchun bo'ladigan bo'lsa 36 oy, ya'ni 3 yil muddatga ajratiladi. Agar garov ta'minoti sifatida ko'chmas mulk, noturar bino, savdo do'koni taqdim etiladigan bo'lsa 5 yilga, avtotransport vositasi taqdim etiladigan bo'lsa 36 oy muddatga ajratiladi. Hozirgi kunda bundan tashqari jismoniy shaxslar uchun bir qancha kreditlarimiz mavjud. Ular ishsiz fuqarolar uchun avtokreditlar hozir ochildi Milliy bank tizimida. Agar fuqaro ishsiz bo'ladigan bo'lsa, taksi qanaqadir faoliyat bilan shug'ullanish niyati bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz band qilgan holatda avtokredit bera olamiz. Oldin ish haqi talab qilinardi, ish haqi sifatga yoki ishlamaydigan odamlarga kredit berilmasdi. Hozir avtokreditimiz ham, ipotechnik kreditimiz ham ishsiz fuqarolarga bemalol to'g'ri ajratiladi. Boshlang'ich 30% badal bilan ishsiz fuqarolarga o'zimiz band qilgan holatda avtokreditlarimiz bemalol o'saytirib bo'ladi. Bundan tashqari jismoniy shaxslarga maqsadsiz kreditlar, qayta ta'minlashning asosiysi yoshlarga bor, hammasiga kreditlarni qoplab berish uchun. yoshga bor, yoshlarga bor.